Kelar yaqinroq kelinglar, zo'r narsa ko'rsataman. Probegda bitta ko'ringlar mana. 174 kilometr yurgan yangi Damas, masla holatda ko'rishlaring mumkin mana. Salondan chiqqan yo kecha yo bugun chiqqan mashina to'g'ri bizga olib kelishdi. Mashina hadovoylarini cho'tki qilib, rullarni yengil qilib beramiz. Qancha vaqt ketadi va necha pul ketadi, hammasi to'liq aytamiz. Bungacha bittadan tirsillab turinglar, laykni biz boshladik. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Qaysi detallar qo'yildi desalar ham bitta ko'ringlar mana. Xo'p, mayatning qo'yildi. Chashkalar qo'yildi, pachinilik. Amortizator o'ziniki mana yangi holatda, lekin o'q kalta bo'ladi. Plus bir tomonlama bo'ladi. Bunga ikki tomonlama ishlagan gazli qo'ydik. Salon suxariyni o'rniga pachinilikdan qo'ydik. Mashinamiz juda ham ideal bo'ldi. Narxiga kelgan bo'lsak, akamizga arzon qilib berdik. 1,2 million so'mga ideal bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzil Qo'qon shahar, Astepa 42-maktab ro'parasida nomerlar qoldiramiz. Akalar videoga like bosib, yangi mashina olganlarga jo'natib qo'yamiz.